Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Afsuski, taniqli futbolchi koronavirusga chalindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Braziliyada joylashgan San-Paulo shahrining Santos klubi vingeri Neymarda COVID-19 infeksiyasi aniqlandi. Bu haqida O Globo xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, futbolchining kasalligi klubda qolishi mavhum bo'lib turgan bir paytda aniqlangan va u infeksiya tufayli jamoaning mashg'ulotlarida ishtirok eta olmayapti. Neymarning COVID-19 ga topshirgan testi ijobiy chiqqan. Santos klubi ham 7-iyun kuni futbolchining sog'lig'i haqidagi holatini e'lon qilgan. 5-iyun kuni boshlangan virusli infeksiya sababli futbolchi Neymar Santos futbol klubining tibbiy bo'limi ko'rigidan o'tkazildi va laboratoriya tahlillari COVID-19 infeksiyasini tasdiqladi. Futbolchi alomatlar paydo bo'lgan paytdan boshlab faoliyatidan chetlatilgan. Hozirda u uyida dam olmoqda va shifokor ko'rsatmasiga binoan simptomatik davolanmoqda, deyiladi klub bayonotida. Qayd etilishicha, 7-iyun kunidan beri Neymar mashg'ulotlarda qatnashmayapti. Endilikda u tibbiy bo'lim ruxsatini kutmoqda. Shunda faoliyatini cheklavi davom ettirishi mumkin bo'ladi. Bu sog'liq muammosi Neymar uchun noaniqlik davrida yuz bergan. Uning Santos klubi bilan amaldagi shartnomasi 30-iyun kuniga qadar amal qiladi. Ammo hozircha shartnomani uzaytirish bo'yicha tomonlar o'zaro kelishuvga erishmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Santos klubi vingeri Neymar jarohat olgandi va Braziliya terma jamoasining mart oyidagi yig'inlari uchun qaydnomasidan chiqarilgandi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.